külkünün bir yığısı var. Nima degan kulkilik? Seni buncha xush qilib zodi qandoq ishkan u? Men boya yo'lda kelib etib, ko'zoynak taqib olgan bir kitob mastonisini ko'rdim. U yo'lda ketib etibmi kitob o'qib etibdi ekan. Shuning bilan Voy, zodi nemish bo'ldi? Shuning bilan yo'l bo'yidagi stolbiga usuv oldi. Bu ishqa shuncha kulib ketdingmi? Seningchi kulkilik emasmikan? Voyjon! Qarg'ina seni. 10 kulkining bir yig'isi bor degan shu-da. 10 kulkining bir yig'isi bor. Yig'liq davrda Chi bayligining bir podshohi o'tgan ekan. U sharobga bak amroq bo'lib, kun bo'yi sharob ichib, ayshi ishrab qiladi ekan. Bir yili Cho bayligi Chi bayligiga hujum qildi. Shuning bilan u jiddiylashib, o'zining eng ishonchli odami Chunyukunni Jo bayligidan yordam so'rashga avatibdi. Chunyukun podshohning o'ylagan yeridan chiqib, Jo bayligining 100 ming kishilik qo'shinni boshlab ketdi. Qaranglar, mening qo'limda hozir 100 ming kishilik sarxil qo'shin bor. Sizlarcha bu urushni qilsak bo'ladimi, bo'lmasmi? Ha? Birodarlar, ularning odimi ko'p, kuchi zo'r. Shunga darhol qochaylik. Yaramaslar. Bu qatim Cho bayligining qo'shinni chekindirish ishida Chunyukun cho'ng xizmat ko'rsatdi. Uni katta inom bilan tartiqlayman. Danga, nima og'ingiz bor? Aliylarning iltifotiga hashqalla. Bagligimizning odimi bo'lgankanman, bagligimiz uchun kuch chiqarish mening burchim. Bu gaplaringiz meni ta'sirlantirdi. Sizning mana shu taraflaringizni yoqtiraman. Bugun ishimiz puxodan chiquvchi ishlayli. Qani keling. Chunyukun hazratlari bilan qonbuchi ishlayli. Alilari, men sharob ko'tarolmaydim. Hay, sharob degan obdan narsa. Odamni g'amdan xalos qiladi. Bugünkida qutuq kunda ishmisingiz hargiz bo'lmaydi. Ammo bo'ldi, ortiq gapni qo'ying. Alilari yana tam atquchi sharob ishkidakda. Alilari, sharobni oz ismi, ko'p ismi baribir mas'ul bo'ladigan gap. Demakchi bo'g'iningiz mening o'xshamagan so'rinda, o'xshamagan ahvol ostida sharob ko'tarishimmi o'xshamaydi. Shunga men mundaq yakun chiqadim. Sharob ichib mast bo'lganda odam qoidasini unutib qoladi. Odam ziyoda xush bo'lib ketsa, orqadan biror ko'ngilsizlik yuz berdi ekan. Shunga har qanday ish chekidan eshib ketsa, yaxshi ishmi yomoniga o'zgarib ketar ekan. O'g'rilloq, sizga qoyil bo'ldim. Ma'qul. Buningdan keyin sizdan o'ginib, tong otquchi sharob ichib, kayib sapog'i berilmayman. Bu nachar odatlarimni cho'qim tuzdiman. 10 kulkining bir yig'isi bor degan bu idiom ziyoda xushallikning keyinida bir qayg'uning yusuringanligini bildirdi. Uning yana yomonlik chekiga yetganda yaxshilik keladi. Shay ila oxir chekiga yetganda aksiga yanadi degan ma'nosi bor. Uning qarshi ma'nosi ayrilishga ko'zni qiymaslik, xushallik cho'mak deganlik bo'ladi.